Ko'pchilik bizdan kompaktni, byudjetli variantdagi hovli so'rashardi. Mana sizlarga imkoniyat yetmaganiga uglovoy qismda joylashgan, yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Yangi Toshkent postdan 5 kilometr kirganda ATP mahallasida joylashgan 2 sotix 6 ta xonadan iborat. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Uyimizning tashqarisiga bemalol bir ikkita mashina qo'ysanglar bo'ladi. Hozir aytib o'tganimdek, uyimiz uglovoy qismda joylashgan. Uyimizning ichki qismi to'liq bitgan, faqat fasad qismida ozgincha ishi qolgan. O'zingizlarning xohishingizga, byudjetingizga qarab, fasad qismimizni traversin, marmarino yoki atechento qo'ysanglar bo'ladi, yoki shundoq ham foydalansanglar bo'ladi. Hovlimizga sifatli chiroyli temir darvoza o'rnatilgan. Hozir endi men sizlarga hovlimizni va binoyimizni ichki qismini ko'rsatib o'taman. Hovlimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan, bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Binoyimizda 2 qavat 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Binoyimizda suvodan chiqqan, hovlimizda styashka bo'lgan. Hovlimizni ham o'zingizlarning vkusingizga, byudjetingizga qarab bruschatka yoki kafel qilib foydalansanglar bo'ladi. Binoyimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Aynan mana shu joyimizda yozgi oshxona uchun mo'ljallangan gaz, kanalizatsiya va suv turbalari qoldirilgan. Uni yonida bo'lsa, hovlimiz uchun sanujolimizda joylashgan. Uyimizda yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan hovlimizda joylashgan, oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni, faqat hol yoki koridor orqali kiriladi. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi, podvalga ham tushsa bo'ladi. Faqat mana shu hovlimizning tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalimizni sizlarga videomiz davomida ko'rsatib o'taman. Hovlimizning oynalari bo'lsa ham ko'chaga va ham hovliga qaragan. Uyimizda chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yshi aboylar yopishtirilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda zalimiz joylashgan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, oshxona va sanujollarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun iliq pol va radiatorlar uchun ham joy ajratib ketilgan. Radiator qo'yilsa bo'ldi, ishlaydi, santexnika ishlari to'liq bitgan. Bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizda shunaqa panorama romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Oshxonamizning oynasi yozgi oshxonaga qaragan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa 2 ta kolodej qilingan. Uyimizning oshxonasi va sanujollariga alohida qilingan. Bu yerda birinchi qavatimiz uchun общий sanujolimiz joylashgan. Uni yonida bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi ko'chaga qaragan. Hozir endi sizlarga podval qismimizni ko'rsatib, keyin ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Hozir aytib o'tganimdek, faqat hovlimizning tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalimizga faqat binoyimizning ichidan tushiladi. Холодная komnata uchun mo'ljallangan, bir qismi bo'lsa kotelnik qilib qo'yilgan, hamma оборудованiyamizni ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavatga chiqib keturishimizning devoriga shunaqa katta panorama rom o'rnatilgan. Hamma xonalarimizga yorug'lik yetarli darajada tushadi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bo'lsa, koridorimizda joylashgan. Ikkinchi qavatimizda xonalarimizning ham hammasi razdelni, faqat koridor orqali kiriladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda bitta xonamiz joylashgan. O'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonamizni spalnya yoki zal qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Bu xonamizning ham oynalari ham hovliga va ham ko'chaga qaragan. Aynan mana shu xonamiz orqali balkonga ham chiqsa bo'ladi. Hovlimizning tepadan ko'rinishi. Qo'shnining uyi ko'rinmasligi uchun shunaqa ограждениялarigacha qilib qo'yilgan.
Hamma xonalarimizga shunaqa ochiq rangdagi sifatli eshiklar o'rnatilgan. Bu yoqda bo'lsa родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynalari ko'chaga qaragan. Bu xonamizning o'zini alohida sanuzeli bor. Bu yoqda bo'lsa детская spalnyamiz joylashgan. Bu yoqda ikkinchi qavatimiz uchun sanuzolimiz joylashgan. Uni yonida ham spalnyamiz joylashgan. Uyimizda 2 sotiqga juda ham chiroyli planirovkada qurilgan deb o'ylayman. Sizlar ham o'zingizlarning shaxsiy fikringizni bemalol kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa kompaktniy, byudjetniy variantdagi hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.